ketganligini mana shu zahar butun terini tagiga tiqilib yotadi. Hozir ketyapti oq. Yana bitta unaqa holat ko'zga zreniyani tushib ketishi. Bir yoq ko'zlariga o'sha go'far qo'yilgan, ikkinchi ko'zlari xira ko'radi. Nimani hisobiga? Mana o't qopda tiqilib turgan zahar birinchi navbatda ko'z nuriga ta'sir qiladi. Parda hosil qildiradi. O't qopda bilamiz A vitamin, E vitamin, yaxshi yog'lar eriydi. Ko'zimizga A vitamin yetishmaganda katarakta bo'ladi, boshqa kasalliklar bo'ladi. Qandli diabet bo'ladimi, teri kasalligi bo'ladimi, nevrologiya bo'ladimi, ko'z kasalligi bo'ladimi, yana boshqa yana suyak yemirilishi. D vitaminini, kalsiyni qoplab ichganinglar bilan so'rilmaydi. O't qop dimlanib yotgan joyda hech qanaqa vitamin so'rilmaydi. Mana shu eng bir muhim nuqtalardan bittasi davolanishi. Nima uchun mana bu yerda ko'zimni problema bilan keldim, nimaga o't qopni